Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana navbatdagi Samarqand Qo'son darvozamizni Qashqadaryo shahriga olib kelib ustirovkasini yakunladik. Bu darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan. Polностью shumkali qilib berganmiz. Hop, materiallarimiz har doimgidek baquvvat qalin materiallardan qilib berilgan. Yong'oqlarimiz o'ng'on burusdan bo'lgan. Listlarimiz har doimgidek ikkili list va yoniga 40 setda atlantika qismlarni original variantda qilib berganmiz. Katalogimizda darvoza mas'ullarimiz bor. Kimga shunaqa suhbatlar va qanday darvozalar kerakligini pastda nomlagan aloqa chiqasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor.